Ayvash Otabek, assalomu alaykum. Yana Turishingiz ay shunaqa jonimga tegdingiz bor-ku. Namanganda sizni ushlab olaman deb o'ylamadim. Necha pul turishingiz qop aka? O'tgan safar xit bo'lib ketdi-yu, bitta futbolkam $4000 desam, bu futbolkani reklamasi $4000, shunga nazar solishmadi. Ham logotip Tushmagan. Hozirgi turishingiz necha pul? Kepkadan oshili, ya'ni bukalik. Yo, kepkalarga biz endi alohida e'tibor beramiz. $50 turadi bu har safar. $50. Safarga chiqqanda обязательно 5-6 ta kepka bosib chiqamiz. Amerika, Dubay, Yaponiyalarda yaxshi kepkalar bor. Hop, men bu nimchangizcha allambalo tushunmadim sizni. Namanganli choponchi akalarimiz sovg'a qilishdi. Necha pul? Sovg'a bilmaysiz. Rubashkangizchi. Rubashkam Uniqlodan olingan. Necha pul? Uniqlo yaponskiyda adashmasam. Men tushunmayman u brendni lekin. Ha, unaqa qimmat emas, bo'lsa bir $40-50 bo'lsa, yo to'xtang, arzonroq ham bo'lishi mumkin. Esimda yo'q. Esingizda yo'q xullas. Shimingiz shim. Ishim Sportlanddan oldim. Adashmasam $150 edi. $150. Oyoq kiyimchi oyoq kiyim, krossovka. $200, kappaniki. Kappaniki oldin trend bo'lardi mana shu brend. Mana sumkangiz necha pul? Sumkamiz esimda yo'q. Bu anaqadan olingan, liningdan olingan edi. Safarga mana shuni olib beraman. Hamma Ichida necha puli bor? ichida bor, kartada hammasi. Menda nalichini deyarli bo'lmaydi. Yaqinda ko'rdim, uyingizni remont qilganingizni ko'rsatdingiz, lekin zo'r chiqdi. Dizayn bor ekan. Ha, yaxshi. 2 yilda, xudo xolasa, mana ota-onani duosi bilan qurdik. Qoyil, lekin siz ham bir tinib tinchimagan odamsiz. Endi blogerlar tinib tinchishga haqqi yo'q. Mana o'zingiz ham tinib tinchimayapsiz-ku. Nima bor Namanganda? Aylanib keldim, taklif qilishdi. Baraka topinglar. O'rtoqlar, Otabek aka Ayvashni turishlari necha pul bo'ldi? O'zingizlar hisoblab qo'yasizlar. Uy-puylari bilan, remontlari bilan necha pul bo'ldi? Podpiska bosishni unutmanglar, keyinchroqcha aynan siz bo'lishingiz mumkin. Sog' bo'ling.